5. Bab. Qarindoshlar, sizlarga bu ishlarning qachon yuz berdiganligi to'g'risida yezishim hojatsiz. Chunki sizlarmu yaxshi bilasizlar. Rabbimizning qaytib keldigan kuni xuddi kechidagi o'g'rining kelishiga o'xshash tuyuqsiz keladi. Kishilar dunyo tinch amon deb turganda tasodifiy ularga halokat keladi. Bu xuddi homildor ayolning to'lg'ig'i ushtumtu tutqunga o'xshash bo'lib, uningdan qechib qutulg'ili bo'lmaydi. Lekin qarindoshlar, sizlar Ayso Masihga e'tiqod qilganliginglar uchun qorong'ulikda emassizlar. Shunga u kun sizlarni o'g'ri o'xshash cho'chitib kamaydi. Biz hammamiz kunduzning, ya'ni yo'riqlikning farzandlarimiz. Hammamiz kechining, ya'ni gunohning qorong'uligiga mansub emasmiz. Shuning uchun Ayso Masihga e'tiqod qilmaganlardek uxlab yotmayli. Aksicha sagak va ho'shyor bo'layli. Uxlaydiganlar kechisi uxlaydi. Mas bo'ldiganlarmi kechisi mas bo'ladi. Yo'riqlikqa mansub bo'lgan bizlar bo'lsak, ustimizga e'tiqod va mehr-muhabbat savutini, beshimizga qutqizish umidining dubulg'isini kiyib, o'zimizni sagak tutishimiz kerak. Chunki Xudo bizni o'z g'azabiga ushirsin deb emas, balki Rabbimiz Ayso Masih orqali qutqizilsin deb tanlagandir. Ayso Masih biz uchun o'ldi. Buningdagi maqsad u qaytib kelganda biz mayli hayot yoki o'lgan bo'layli, bizning uning bilan birga mangu yashashimiz uchundir. Shuning uchun hozirmi bir-biringlarni burunqiga o'xshash davomli rag'batlantirib, bir-biringlarning e'tiqodini kuchaytinglar. Qarindoshlar, oranglarda jafolik ishlayotgan va Rabbimizning yo'lida sizlarga yetakchilik qilib, nasihat qilayotganlarni qadrlashinglarni so'raymiz. Ularning bu xizmatlari uchun ularga cho'nqur hurmat va muhabbatinglar bilan muomala qilinglar. Bir-biringlar bilan inoq o'tinglar. Qarindoshlar, sizlardan o'tinimizki, bekor talablarni o'yg'itinglar, yuraksizlarni rag'batlantiringlar. Ojizligi bo'lganlarga yor yo'lak bo'linglar va hamma odamga sabrchan bo'linglar. Hech qaysinglar yomonlikqa yomonlik qaytarmanglar. Aksicha bir-biringlarga va barliq kishilarga hamisha yaxshilik qilishni niyat qilinglar. Har doim xushal-xuram bo'linglar. Hamisha duo qilinglar. Har qanday ahvolda Xudoga shukr etinglar. Chunki mana bular Xudoning Ayso Masihga mansub bo'lgan sizlarga qaratgan irodasidir. Muqaddas ruhning qalbinglardagi o'tini o'chirmanglar. Oranglarda yetkazilgan vahiylarga sal qaramanglar. Ularning hammasini tekshirib ko'rib, haqiqatan Xudodan kelgan yoki kelmaganligini farq etib, Xudodan kelgan vahiyni qabul qilinglar. Har xil yomonliklardan yiroq turinglar. Bizga omonlik ato qiluvchi Xudo o'zi sizlarni tal to'kkiz pok qilg'ay. Rabbimiz Ayso Masih qaytib kelguncha Xudo ruhinglar, jininglar va teninglarni ayibsiz saqlag'ay. Sizlarni chaqirgan Xudo jazman shundoq qiladi. U ishonchlidir. Qarindoshlar, biz uchun duo qilinglar. Hamma qarindoshlar bilan mehribonlarcha salomlashinglar. Rabbimizning nomi bilan sizlarning bu xatni shu yerdagi hamma qarindoshlarga o'qib berishinglarni
tapılayman. Rabbimiz İsa Mesih'nin mehir şəfqəti sizlərə yar boğay.